Shogird. Aka. Xon aka, nimani yaxshi? Assalomu alaykum. Aka, mezbon firmasini halol va pokiza bo'lgan poloska sosiskasini yeyapman. Pishirmasdan ham yesa bo'ladimi dedi-ki, ha degan ashula akam. Keng aka. Hayit aksiyasi e'lon qilindi. Hayit aksiyamiz. Ket. Aka, mezbon firmasidan Ishtixon Optim Market homiyligida zirali kolbasalarimiz halol sertifikatga ega bo'lgan, ta'mi o'ta ajoyib bo'lgan aka zirali kolbasalarimiz bittasini 39 mingga sotib oladi aka. Poloskadan bittasini qo'shib beraman aka. Yo'q, qo'shib berasizmi shu? Ha. Kamera qaramay turguncha. Mana Kamera. Shogird. Tezlatib. Aka, mana shular 1+1 aksiyalarimiz aka. Faqat bitta narsa. Bu 200 nafar mijozimizga nasib etadi aka. 200 nafar 200 nafar maxsus mijozlar uchun mana aka zirallarimizni bir yaxshi ko'rsatib qo'ying aka. Ziralini 55 ming so'mdan sotganmiz aka. Nima qilaylik mana? Aksiyalar mana aka. Poloskani chisllar bilan ko'rsating, sirog o'tgan, o'qigan, bo'qigan, hech narsa bo'lmagan. Poloska Ishtixon Optim Market homiyligida 1+1 aksiyani bombasi. Ha, aytgancha jigarlar, mahsulotlarimiz soni 200 nafar. 200 ta mijozimizga nasib qiladi. Yana bo'ynagi menga aytmadilar, sizlar aksiyalar yolg'on ekan, boshqa ekan demasin. Bizlarning mahsulotlarimizni zoti halol sertifikati bor, nomi bor, sirogi bor, firmasi bor, homiysi bor, 5 minglik kolbasa deydi. Bosaveramiz.